Assalomu alaykum. Men doktor Boboyev. Bugun sizlar bilan chaynov mushaklari hamda qanotsimon mushaklarning odam organizmida qay darajada juda muhim rol o'ynashini tushuntirib o'taman. Ma'lumki, tanamizda, demak, pastki jag'imiz, yuqori jag'imiz bilan ikkala tomonlama chaynov mushaklari hamda qanotsimon mushaklar bilan bog'langan bo'ladi. Normada chaynov mushaklari va qanotsimon mushaklar chaynalganda, ovqatlangan paytimizda, gapirganimizda pastki jag'ni harakat keltirish vazifasini bajaradi. Demak, ikki tomonlama chaynalganimizda pastki jag' tishlari butun bo'lganda ikki tomondan chaynov mushaklari va qanotsimon mushaklar normal tonusda bo'ladi. Lekin afsuski, hozirgi kunda ko'pchilikda pastki jag' tishlarda muammolar bo'lishi va bir tomonlama uzoq vaqt chaynalish o'z navbatda chaynov mushaklari va qanotsimon mushaklarni bir tomonlama tonusga kirishiga olib keladi va qarama-qarshi tomondan tonusni yo'qolishiga olib keladi. Demak, bir tomonlama chaynov va qanotsimon mushaklarning spazmga kirishi o'z navbatida pastki jag'ning harakatini boshqaruvchi tush umrov so'risimon mushagining kuchini oshishiga olib keladi bir tomonlama. Bu narsa esa o'z navbatda ushbu mushakka qarama-qarshi bo'lgan narvonsimon mushaklar joylashgan bo'yin yon tomonda. Ushbu narvonsimon mushaklarning bo'yin umurtqalarini tortishiga olib keladi qarama-qarshi tomondagi. Natijada bo'yin sohasida grijjalar kelib chiqadi. Bu ikkita narsa bilan juda xavfli. Birinchidan, bu narsa boshdan chiqadigan adashgan va adashgan nerv hamda qo'shimcha nervlarning qisilishiga olib keladi. Bu narsa qo'shimcha nervning qisilishi yelka sohasida hamda tush umrov so'risimon mushaklarda og'riqlar kelib chiqishiga olib keladi. Adashgan nervning qisilishi esa ushbu nerv boradigan sohalarda, ya'ni ichki organlar, ko'krak qafas organlari, qorin bo'shlig'i organlarida og'riqlar kelib chiqishi hamda shu organlarning funksiyasini buzilishiga olib keladi. Ikkinchi tomondan, bo'yin grijjasining xavfli tomoni aynan bo'yin sohasidan chiqadigan diafragma nervning ham qisilishiga olib keladi. Diafragma nervning bir tomonlama qisilishi, demak, nafas diafragmasi bor. Ko'krak va qorinni ajratib turuvchi nafas diafragmasini bir tomonlama nafas aktida qatnashmaslikka olib keladi. Bizga ma'lumki, tanada 7 ta diafragma mavjud. Bular eng asosiysi nafas diafragmasi hisoblanadi, ya'ni ko'krak va qorinni ajratib turuvchi nafas diafragmasi hisoblanadi. Ushbu diafragmadan tepada 3 ta diafragma, bu diafragmadan pastda yana 3 ta diafragma joylashgan. Bular, demak, nafas diafragmasidan yuqori sohada miya diafragmasi, pastki jag', ya'ni til osti diafragmasi hamda plevra gumbaz diafragmasi joylashgan bo'lsa, nafas diafragmadan pastda taz diafragmasi, tizza diafragmasi hamda tovon diafragmalari joylashgan bo'ladi. Normada nafas diafragmasi nafas aktida pastga tushib yuqoriga ko'tarilishi natijasida qolgan barcha diafragmalarni harakatga keltiradi. Natijada, ya'ni bu degani qolgan diafragmalar mustaqil ravishda harakatlana olmaydi. Ya'ni ularning nafas diafragmasi harakatni boshqaradi. Nafas diafragmasi ikki tomonlama ishlaganda barcha bo'shliqdagi diafragmalar ishlab, o'zining bo'shlig'ida joylashgan a'zolarni ko'tarib turadi hamda qon aylanishini ta'minlab, normada ishlashini ta'minlab beradi. Demak, bo'yin grijjasi kelib chiqib, bo'yindan chiqadigan diafragma nervning qisilishi bir tomonlama nafas diafragmasini ishdan chiqishiga olib keladi. Ya'ni nafas aktida qatnashmaydi. Bu o'z navbatda tanadagi barcha diafragmalarning ham tonusini yo'qolib, boshqacha qo'polotganda shalaqlanib qolishiga olib keladi. Buning natijasida diafragma, tananing qolgan diafragmalari o'zining bo'shlig'ida joylashgan a'zolarni ko'tara olmaydi. Barcha a'zolar o'z og'irligi bilan yerga qarab bosiladi. Buning klinik belgisi, ya'ni bunday odamlar og'irlashadi. Xalq orasida ko'rganmiz. Juda ham og'irlashib ketdim degan odamlarni juda ko'p eshitganmiz. Ya'ni bu degani tanadagi diafragmalarning harakatini yo'qolib, barcha bo'shliqlar yerga qarab shalaqlanib, yerga qarab tortilishi hisobiga bunday odamlar juda og'irlashib ketadi. Endi diafragmalarning ishdan chiqishi ushbu bo'sh diafragmada joylashgan a'zolarda qon aylanishi buzilib, og'riqlar kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Masalan, miya diafragmasini, demak, ishdan chiqishi, ya'ni nafas diafragma bir tomonlama tonusini yo'qolib, miya sohasida miya diafragmasidan ishdan chiqishi, bosh miyada qon aylanishi buzilib, bosh og'riqlari, bosh aylanishlari, quloqda shovqinlar va bora-borib insultgacha olib kelishi mumkin. Endi til osti diafragmasining ishdan chiqishi o'z navbatda tishlarda tez-tez takrorlanib turuvchi, ushlab turadigan og'riqlar, burun bitishlari, quloq sohasidagi og'riqlar, yutinishning qiyinligi, nafas tiqilishi kabi holatlar kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Plevra gumbazi diafragmasining ishdan chiqishi
o'pka cho'qqisida infeksiya, tez takrorlanib turuvchi infeksiya rivojlanishiga olib keladi. Nafas diafragmasining bir tomonlama ishdan chiqishi, demak, ishlamayotgan diafragma tarafda o'pkada infeksiya rivojlanib, tez takrorlanib turuvchi pnevmoniyalar uchrashiga olib keladi. Nafas qisishlari, xobullar, ya'ni o'pkaning surunkali obstruktiv kasalliklari kelib chiqishiga olib keladi. O'z navbatda nafas diafragmasi ishdan chiqishi oyoqlarda shishlar kelib chiqishiga olib keladi. Endi taz diafragmasining ishdan chiqishi esa kichik taz sohasida joylashgan jinsiy a'zolarda, siyik ayrish organlarida tez takrorlanib turuvchi infeksiya rivojlanishiga olib keladi. Masalan, ayollarda sistitlar, erkaklarda prostatitlar, ayollarda peshob ushlolmaslik holati, erkaklarda esa aksincha siydik qisilishi, ya'ni siydik chiqarolmaslik holatlarigacha olib keladi. Tizza diafragmasi ishdan chiqishi esa tizza sohasida og'riqlar, tovon diafragmasi ishdan chiqishi tovonda og'riqlar, ya'ni tovon pixa, ya'ni piyatishni shpora kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Xo'sh, ko'rib o'tiribmizki, bitta chaynoq va qanotsimon mushakning demak ishdan chiqishi tanada juda ko'p klinik belgilar, butun tanada og'riqlar kelib chiqishiga sabab bo'lyapti. Demak, buni qanday yo'qotish kerak? Buning uchun eng avvalo jag' tishlari, pastki jag' tishlari butunligini tiklash kerak hamda ikki tomonlama ovqatlanganda ikki tomonlama chaynalish kerak bo'ladi. Endi buni iloji yo'q deyishingiz mumkin. Xuddi shu holat klinik belgi kelib chiqdi masalan bemorda. Buni yo'qotishimiz uchun biz eng avvalo ikki taraflama chaynoq mushagi hamda qanotsimon mushaklarning tonusini ketkazishimiz kerak bo'ladi. Buni tonusini ketkazish uchun, demak, chaynoq mushaklar tonusini ketkazish uchun bu mushak joylashgan sohaga barmog'imizni joylashtirishimiz kerak. Ya'ni bu mushagimiz og'iz bo'shlig'ida tishlarning tashqi sohasi bo'ylab kirgizib boradigan bo'lsak, tishlar to'ygan sohada chuqurcha bo'ladi. Shu sohaga barmoqni tiqib, pastki jag'larimizni yaxshilab qisib ishlab turamiz. Bu paytda barmog'imiz chaynoq mushagiga tegadi. Bu quyidagi shaklda bo'ladi. Xuddi shu holda qisib turishingiz kerak bo'ladi. Bunda juda og'riqli bo'ladi. To og'riq kamayguncha ushlab turishimiz kerak. Xuddi shunday qarama-qarshi chaynoq mushaklarini ham ushlab bo'shatishimiz kerak bo'ladi, bo'shashtirishimiz kerak bo'ladi. Qanotsimon mushaklar esa pastki jag' burchagida, ichki sohasida joylashgan. Demak, shu sohaga bosh barmog'imizni solamiz hamda demak, boshimizni ozgina egamiz hamda bosh barmog'imizni shu burchakka solgan holatda yaxshilab massaj qilamiz. Bu ham og'riqli bo'ladi. Demak, to og'riq kamayguncha ichkariga kirgizib ushlab turamiz yoki bo'lmasam chaynalib turamiz. Bunda bu qanotsimon mushaklar spazmi ham ketadi. Buni ham ikki tomonlama bajarishimiz kerak bo'ladi. Demak, chaynoq mushaklar va qanotsimon mushaklarni bo'shashtirdik. Endi pastki jag'ni kuchini tiklashimiz kerak. Buning uchun jag'ni 4 tomonlama harakatlantirib, qo'limiz bilan qarshilik qilib turamiz. Bu quyidagi shaklda bo'ladi. O'ngga, chapga, oldinga chiqaramiz jag'ni. Hamda pastga tushiramiz. Demak, xuddi shu mashqlarni bajarganimizda bemor juda tez, juda yaxshi yengillik his qiladi. Ya'ni darrov bosh og'riyotgan bo'lsa, bosh og'riqlari ketadi va butun tanadagi og'riqlar yengillashganligini his qiladi. Ya'ni qachon biz chaynoq mushaklarini tonusini, spazmni ketkazib, demak, pastki jag'ni kuchini tiklaydigan bo'lsak, demak, bo'yin sohasidagi bo'yin umurtqalari ochiladi, grijlar yo'qoladi va barcha yuqoridagi klinik belgilar ketadi. Bu mashqni kunda bir mahal bajarib turishimiz kerak bo'ladi. Video ma'qul bo'lgan bo'lsa, kanalga obuna bo'linglar.